Ota-onangizni va yaqinlaringizni umra safariga olib bormoqchimisiz? Unda videoda yaqinroq kelib ko'ring. Sizga bugungi videomizda 14 kunlik umra safari haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Olimjonim. Bugungi videomizda umra safari haqida gaplashamiz. Hop, safarimiz avvalo 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada bo'ladi, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Hop, o'zimiz o'zbek shef-povur akalarimiz xizmatda bo'lishadi, yaxshi chiroyli ovqatlar bilan siylashadi. Xo'p, bundan tashqari gostinitsa oraliq masofalarimiz Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Xo'p, Makkada doimiy avtobuslarimiz bo'ladi, bemalol borib ibodatlar qilib kelsalar bo'ladi. Bundan tashqari sayohat, ziyorat ibodatlarimiz bor. Madinada payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi, Qur'on bosmaxonasi, xurmo bog'iga ziyoratlarimiz bo'ladi. Makkada Toyif shahri va Qizil dengizga sayohat va ibodatlarimiz bor. Xo'p, Toyif shahriga borganlaringdan keyin, qaytib kelganlaringdan keyin yana bir marta umra amal qilib olsalaring bo'ladi. Bitta to'lov evaziga bizda shunaqa imkoniyat bor, ikkita umra amalini qilib olsalaring bo'ladi. Eng yaqin chislolar hozirgi kunda noyabr oyiga 22-dan 30-noyabr oyigacha, noyabr kunigacha bor. Farg'onadan 22, 25, 29-noyabr kunlari reyslarimiz bor. Namangandan bir hafta bir marta reyslarimiz bor. Toshkentdan kunda-kunora reyslarimiz bor. Bizda primoy reyslar bo'ladi, peresadka bo'lmaydi. Bittada uchib yetib olasizlar. Xo'p, bundan tashqari mutaxassis 50 boshlarimiz bo'ladi. Ular yoki mana Farg'onadan birgalikda uchishadi yoki hatto kutib olib, sizlarni 14 kun mobaynida birgalikda ibodatlar, ziyoratlar, sayohatlar hammasini birgalikda qildirishadi. Xo'p, narx-navolarimizga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda mana noyabr oyiga Farg'ona bilan Namangandan uchadigan reyslarimizni $1050 dan qilib beramiz. Toshkentdan uchadigan reysimizni $1000 dan qilib beramiz. Yana telefon qilsalaring, agar 5 ta, 10 ta, 20 ta odam bo'ladigan bo'lsalaring, bitta misol oila yoki qarindosh-urug'lar, tanish-bilishlar bo'ladigan bo'lsalaring, yana ham chegirma qilib berishga harakat qilamiz. Ekranda nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, agar qanaqadir kami ko'st bo'lgan bo'lsa videoda nimadirni gapirmay o'tib ketgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Kommentariyga yozib ketinglar. Keyingi videolarda shu kommentarlarga javob berishga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar. Umraga bormoqchi bo'lgan aka-uka, qarindosh-urug', tanish-bilish guruhlarga tashlab qo'yinglar. Sog' bo'linglar.